Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Melbit dasturidan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizlarga Melbit dasturi kerak bo'ladi. Agarda siz Melbit dasturini skrish qila olmayotgan bo'lsangiz, bizning YouTube kanalimizda silkasida Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizda Melbit dasturi va AdXP dasturini skrish qila olsangiz bo'ladi telefoningizga. Melbit dasturiga kiramiz. Melbit dasturiga kirganimizdan keyin mana yerda kirish va ro'yxatdan o'tish deyapti. Bu kirish avvalgi eski akkauntingiz bo'lsa shuni tiklash, ro'yxatdan o'tish esa bir boshdan kirayotgan bo'lsangiz ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Bizlarga hozir ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tishda qanday bir bosqichda o'tish bor, telefon raqami orqali, email orqali ro'yxatdan o'tish bor. Bizlarga eng oson va tez qulay bo'ladigan bir bosqichda bosamiz. Bu yerga kirganimizda mamlakat deyapti. Qaysi mamlakatda turgan bo'lsangiz, o'sha mamlakatni tanlaysizlar. Masalan, bizlar hozirgi vaziyatda bizlar O'zbekistonda turibmiz. Men O'zbekiston tanlangan. Bu valyutada. Valyuta deganda bu Melbitda ichida qaysi valyutada o'ynashingizni so'raydi. Bizlarga qaysi o'zingizga qulay bo'lsa, o'shani tanlaysiz. O'sida AQSh dollarida bor. Keyin poiskga bersangiz, poiskda rubl ham bor. Rublda ham qilsa bo'ladi. Bizlarga o'sida so'mda o'ynaymiz. Keyin sizlar bilan bonus olishda ham yo'lni ko'rib chiqamiz. Mana yerda promokod deyapti. Promokod degan joyiga bizning promokodimiz, bonus beradigan promokodimiz. Katta harf bilan MT 701 promokodi, xuddi shunday MT 701 promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, mana yerda birinchi depozitlaringizga o'yinda ishlab bonus beradi. Buni keyin ko'rsatib chiqaman sizlarga yana. Bu yerda so'rayapti, promokoddan bonus olishda sport o'yinlari uchun bonus olasizmi, Casino Games o'yinlari uchun bonus olishingizni so'rayapti. Bu yerda bonus rad qilish bizlarga endi bonus hech kim rad qilmaydi. Shuning uchun bizlar Casino Games o'yinlari uchun bonus olamiz. Tayyor. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishda mana bu 8 yoshga to'lganimizni tasdiqlaymiz. Bizlarda bu yerda tekshiradi. Men ro'yxatdan o'tayotganda bot ro'yxatdan o'tyapti. Men yerda bitta so'rayapti, bot masalangizni tasdiqlang deyapti. Men bizlar tasdiqlaymiz. Tasdiqlandi. Va bizlarga akkaunt ochildi. Akkaunt ochilgandan keyin mana bu login parol degan joyni biz bir marta screenshot qilib qo'yishimiz kerak. Agarda mabodo katta summa yutib qo'ysangiz, sizni tekshirish uchun akkauntlaringizdan bir chiqarib kirgizib ko'radi. O'sha paytda chiqargan paytda mana bu login parol ili yutmasangiz ham akkauntingizdan chiqib ketib qolsangiz ham login parol so'raganda mana shu login bilan parolni yozib akkauntingizga kirishingiz kerak bo'ladi. Bitta screenshot urib olamiz. Screen qilindi. Keyingi bizlarga qarabsizlarki, akkaunt ochildi va bizlarda bu yerda qiladigan ishimiz akkaunt ochilgandan keyin pastda mana bu kubik bo'lib turgan menu bo'limi bor. Menu bo'limiga kiramiz va bu yerda nastroykani bosamiz. Nastroykada xavfsizlik sozlamalariga kiramiz. Xavfsizlik sozlamalarida mana yerdan telefon raqam ulaymiz. Telefon raqam ulashimiz kerak. Masalan, pul kirgizganda ham, pul chiqarganda ham telefon raqami kerak bo'ladi. Telefon raqamingizga kod kelganda yozamiz. O'sha bilan tasdiqlab kiramiz ichiga. Xo'p, bu yerda telefon raqamingizni ulaysizlar. Keyin parolni o'zgartirish, har 90 kunda parolni o'zgartiramiz. Keyin bu yerda o'zini yashirin savollari bor, bularni to'ldiramiz. Keyin two factor degan narsa bor, bu sizlarga kerak bo'lmaydi. Kerak bo'ladi-yu. Kattaroq nerealni bir 2000-3000 dollarda pul aylantirib o'ynayman desangiz, yo'q qo'yishingiz kerak bo'ladi. Har tomonlama qulay bo'ladi o'zingizga. Pul chiqarishda qiynalmasdan chiqarasiz. Shunday ham qiyinchilik bo'lmaydi pul chiqarishda. Keyin birinchi o'rinda qilinadigan narsamiz shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlar deganda mana familiya, ism, o'shalarni to'ldirishimiz kerak. Keyin tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, keyin mana yerda qaysi viloyatda bo'lsangiz, O'zbekistonda qaysi viloyatda bo'lsangiz, o'sha viloyatda yozasizlar. Keyin qaysi viloyatdan tanlaganingizdan keyin turar joy shaharda belgilaysizlar. Keyin ro'yxatdan o'tish manzil, buni to'g'ri kelgan lubba manzilda qo'ysangiz ham to'g'ri bo'ladi. Keyin mana hujjatlarni to'ldirib chiqamiz. Bu ID kartani hujjatlari bo'lsa, o'shani to'ldirsangiz o'zingizga qulay bo'ladi. Ertan buni hech qanaqa emas. O'zingizga plyus taraf bilan pul chiqarayotganingizda so'raydi baribir. Nerealni katta bo'lib baribir yutish bo'ladi bu o'yinda. Yutqazish ham bo'ladi, endi yutishi ko'proq bo'ladi Melbitda.
kattaroq pul chiqarganlaringizda so'raydi. Keyin mana yerdan o'zingizga yordam sifatida birov akkauntingizni himoyalash uchun emailda ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda qanday to'ldirish kerakligini tushuntirdim. Mana yerda hisob to'ldirish bor. Hisob to'ldirishda mana yerda o'zi chiqaryapti. Humo karta, Humo Faz, Uzkart, o'sha mana qolgan kartalarimiz bor. O'sha kartalardan to'ldirasizlar. O'zingizga qulay bo'lgan kriptovalyutalardan ham to'ldirsangiz bo'ladi. Kriptovalyutalar bo'lsa, hisobdan pul yechish esa bu yerda. Bu yerdan xuddi shunday Humo, Uzkart, qolganlari bor. Bu yerda Binance ham bor. Bizlarda bonus olishda boya ko'rsatgan promo kodimiz NT701 promo kodi bilan kirsangiz bonus beradi. Bonus qanday beradi? Sizlarga tushuntiraman. Bonus beradi. Birinchi depozitingiz qilganingizdan keyin o'zi sizdan so'raydi, bonus kerakmi dedi. Boya bizlar bonusni olishni xohladikmi? Bizlardan обязательно so'raydi. Siz bonus olishni xohladingiz. Keyin bu yerda ko'rsatadi, birinchi depozitingizga shuncha bonus oldingiz. Keyin o'sha ketaveradi. Depozit kirgizaverasiz. Qancha depozit kirgizaversangiz, shu payt o'zi so'rab kelaveradi, bonusingiz bor, bonusingizni olib qo'ying. Bonus masalan kamida 2 million 700 milliongacha bonus beradi. Keyin Casino Games o'yinlarini tanladik. Bizlar boya bonusda yoki pul yoki Casino Gameslarga bepul spin beradi o'ynaganda. Mayda o'yinlarda kirib o'ynaganda bepul spin beradi. Masalan, o'zingiz xohlaydigan qaysi o'yinni o'ynamoqchi bo'lsangiz, o'sha o'yinlarga 100 tadan 150 tagacha bepul besplatni aylantirish spin beradi. Yerda ham yutilgan pulni chiqarib olasiz o'zingizga. Shulardan foydalanish uchun bepul spinlar beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.